Assalomu alaykum Jo'va. Alaykum assalom, yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Kelajak bayramlar bilan. O'zlaringni ham tabriklayman. Sog' bo'linglar iloyim. Rahmat, rahmat. Inshaalloh. O'sha bitta savolim bor edi, shuni so'rayman deb yozdim ancha. Ya ko'rdim. Shu Mhm. mana shu bir savol bor edi-da. Maqsad Rossiyadan uylanadi-yu Ha, va ayoli rus, bolalari nima bo'ladi shuni bilishim kerak edi. bolalari otani nasabiga beriladi, musulmon bo'ladi. Yo, olmagan bo'lsa-da, musulmon bo'lmagan, na musulmonlikda, na ularnikini olgan bo'lsa. Yo'q, unda masalanda ahli kitob bo'lsa nikoh tushadi. Masalan, ahli kitob deganda o'sha Injil, masalan, xristianlar ham Injilga ishonadi, Injilda yuradi. Tavrotga ishonganlar bor bu yerda, bularni nikohi tushaveradi. Shunday nikoh o'qilsa tushaveradi. Lekin qaysi dinda bo'lsa, ayol o'sha dinga o'tish kerak. O'tmagan bo'lsa-chi, u farzandlari Farzandlari shuni musulmon biroz qaysi dinga qaraydi? Yo'q, musulmon Ular diniga qaysi dinga qaraydi keyin? musulmon diniga qaraydi. Musulmon diniga qaraydi. Endi ota Tushunarli. nisbat otaga beriladi-da, palonchini o'g'li deb so'raladi nikohda ham, boshqada ham. Mhm.